Assalamualaikum. Bugün prямо efirdim. Abonentlari, müşterileri, подписчиклары. Bugün bir yardım loyihasi bor ekan. Shu bo'yicha keldik. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy rayon, Beruniy shahar. Kalsoydan, Abuqayt mahalladan Bahadır dostumuz kasal bo'lib qoldi. 6 yil bo'ldi. Endi bilamiz. Shu kelamiz bilan kelolmay yurdik. Bugunga yetgan nasibamiz Bahadır. Keldik mana syomka etib Bahadır jo'ramiz Moskvada insult bo'lib qolib, choqda operatsiya bo'lib kelgan akamiz bu. Nima deydi bir aka ota-onasi qochib bo'lib ketdi bu kishining. Mana shu domda bir o'zi yashaydi, aka-ukalar bor, lekin aka-ukalarim постоянный yanında bo'lolmaydi. Nima deydi? Bu kishi bir uylanib ajrashgan. Bunga endi bir yordam ne deydi? Yaxshi bir yordam chiqaradigan bo'lib keldik. Bu kishiga yordam qanday yordam? Bu kishi o'zine umr yo'ldosh izlayapti. Nima deydi bir aldamaydigan, imonli, insofli, mo'mina, orasa, pokiza, oilam deydigan, bolam, chaqam, uyim deydigan bir birov kerak. Bu kishining o'zi uylanib ajrashgan qizi bor. Qizini aliment to'laydi. Bola Qozog'istonga ketib qolgan, to'g'rimi? Endi bugunlikda bir o'zi, lekin uyinda hamma sharoit bor. Hamma sharoit bor. Televizor bor, gaz bor, svet bor. Yana o отопление o'tib turibdi. Tualet, banya, vanna, rakovina hammasi shu kvartiraning ichida 3 xonali kvartira. Bu kishi 47 yoshdadir. Endi xudo qalasa iloji boricha menga bir yaxshiroq ayol qiz bo'lmasa mayli turmushdan ajrashgan bo'lsa-da, agar o'zim topolmaydigan bo'lsa, hech bo'lmaganda nima deydi, bir farzandli bo'lsa-da uylanaman deyotir. To'g'rimi Bahadır? Qani o'zim haqimda bir ma'lumotlarni bir ochib berasan endi do'stim. Tomoshabinlarim bir tomoshabinlarim keng 1979-yil 21-iyunda tug'ilganman. Xudo xolasa iyunda 6-oyda 47 yoshga to'laman inshaalloh. Xudo xolasa. Shu men ham shu YouTube'ga chiqib o'tirganim, shu bir o'zim uchun halol izlab chiqib o'tirman. Bir tushunadigan, qiynalgan, xo'jalik tushunadigan bo'lsa, shu bilan bir baylansak deb o'ylayman. Qo'shilsak, aynaganda bir baxtli yashab ketsak, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Endi bu kishiga yordam proyekt bo'lganda bu birovdan pul so'rayotgan yo'q, yo boshqa aytayotgan yo'q. Bu kishi iloji boricha nima deydi? Bu kishiga turmush o'rtoq kerak. Bir zavja kerak. Topilsa bir nima deydi? Baxti kelishib ketsa, qo'shilib ketib, uylanib keta qo'ysa, yordam berganlar, so'rashganlar, netganlar iloji boricha 88dan agar bo'lib qola qo'ysa, ayol qizlar. Endi ko'p hayotda qiynalganlar bor, boshqalar bor. Bizga ko'chada yurgan, uch oy xotin bo'lib ketib qoladigan odam kerak emas bizga. Bizga bir umr ana shu Bahadirni qarayman. Kelgan vaqtda ertaga bu da bir umr buni insult bo'lib qolmasa kerak. Ertaga yaxshi bo'lib ketgandan keyin bu da xo'jalikqa qaraydi. Oilamda yomon emas, xo'jaligini ponni boshqarib o'tiribdi, netib o'tiribdi bir o'zi. Bir o'zina degan pensiyasi hada bir vaqt yetadi. O deganday ertaga birov tug'ila qo'ysa, bu kishida bir umr duo jonda yetib o'tadi. Shuning uchun murojaat kerak, kim murojaat etaman degan bo'lsa, mayli bizga iloji boricha turmushning hayotdan achchiq-suchishini, qiyinligini ko'rgan ayol qizlar kerakda bizga. Nima deydi bir? Shular shundalar bo'lsa yaxshi, ertaga xo'jaligim deydi. Shuning uchun bizga bir haftalik, 10 kunlik, 15 kunlik degan narsalar kerak emas bizga. Bizga bir umrlik vafoli yor bo'laman deydigan odam kerak. Ertaga bu da yaxshi bo'lib oyoqqa tiklanib ketsa, bu da xo'jalikni polni ta'minlaydigan o'zi santexnik usta bo'lgan. Santexnik usta. Просто Moskvada taqdir taqozosi bilan xudoning bir yozgan narsasi ekan. Moskvada Donetsk chiqib insult bo'lib qolgan, operatsiya bo'lgan. U nima deydi bir ishqilib xudoning bir dard bergan. Nima deydi, hech kimga xudoning dard bermasin. Birov u deydi, birov bu deydi. Azmina
Көп адам сен комментарийде yazışı mümkün. Sen özün ne deyip? Doğru, men hem uylanmaganman. Men özüm hem çıgaman. Lekin mening proyektim asosan shu yordam proyekt bizga. Özüm ko'rsatdik to'g'rilar bor. Men özüm ko'rsatib ham yuribman. Misol uchun ko'p yerlarda bo'ldim, ko'p videolar oldim. Shuning uchun sizlardan akalar, ukalar, opa-singillar, amma xolalar, tog'a jiyanlar, sizlardan bir iltimos, shunday bir yordamga muhtoj bo'layotir, o'zini bir zavjay izlayotir, turmush o'rtoq izlayotir. Agar chiqib qola qo'ysa, bizlarning nomerimizga chiqsanglar 88dan 355 35 78. Yine qaytarib o'taman. 88dan 355 35 78 telefon nomerine yeni bana müracaat etasizlar. Müracaat etgan vaqtida qanday? Misol uchun, biza müracaat etgan odam o'zi haqida mahalla komitetining raisi, yoshi turgan propiskada turgan joyining, misol uchun, nima deydi, Qiyatabat mahalla fuqarolar yig'inining raisi, Amir Temur mahallami? Amir Temur Jizzaxdanmi? Jizzaxning Qaysi tumanidan, Qaysi rayondan, shu yoshi turgan mahallasining oqsoqollaridan ma'lumotnoma, ajrashgan bo'lsa, nechun ajrashgan, ajrashmagan bo'lsa, oilaviy ahvoli, shundaylarni bir ma'lumotnomasi bilan o'zini olib kelib tanishtirsa, bizlar пожалуйста yordam beramiz. Shu akamizning yonidan olib kelamiz bizlar sizlarni. Ko'rasizlar, uchrashasizlar, söylashasizlar. Lekin ha degandan nima deydi? Evvelen bir iki proyektimiz bor edi, chiqardik. Chiqargandan keyin ha degandan uylanib ketaveradigan emasmiz bizlar. Sababi suvni ko'rmay burun etib kechgan ham bo'lmaydi. Evvel suvni ko'rish kerak. Ne bilamiz, u suvmi, просто salpal mizlab turgan suvning yuzimi, mumkin ko'lankichi bor. Boshda suv bormi, yo'qmi? Shuni ko'rib suv bo'ladigan bo'lsa, shunday deb etib ketmay o'tadi. Suv bo'lmaydigan bo'lsa, o'tib ketaveradi. Shuning uchun boshda bir ikki qatori söylashib, muomala etib, tanishib, mana o'zim ham efirga chiqaman mana. Benim Bahadır dostumun yanında mı? Biraz vaqtdan beri bilaman Bahadır dostumu. Moskvada da ishlaganmiz, bu yigit bilan ko'p yerlarda bir taqdir taqozosi bilan men ham insult bo'lib qoldim. Oyoqqa tiklandim. Yaqinda da bir insult o'tirdim. Endi bu do'stim sal og'irroq bo'ldi. Insulti bilan hozir Xudoga shukr, oyoq qo'li ishlaydi, chap qo'li sal og'irroq Bahadır. Shu chap ko'tariladi, biroq ular barmoqlari avvalgidek joyiga kelyapti yo'q, lekin avvalgidan yaxshi Bahadır. Avvalgidan yaxshi. Avval ne deydi? Hozir Xudoga shukr. Shu uchun men do'stim chaqirib edim, biroz vaqt bo'ldi kelolmay yurdik-da. Shuning uchun nima deymiz? Sizlardan bir iltimos, aytishinglar mumkin, sen bir o'zi chiqargancha o'zingni deyishinglar mumkin. Biz bunday gaplarga chiqib qo'yganmiz. Bu manglay. Bular yana ko'chada chimchiqqa o'xshab sakirib minib tushib yurgan odamlarning gapi. Bu har kimning manglayida yozgani. Men ham uylanaydim, mening ham xo'jaligim, oilaviy sharoitim sababli ana shunday ahvolga tushdim, kasallandim, uylana olmay qoldim. Mening ham ota-onam o'tib ketdi, Bahadirning ham ota-onasi o'tib ketdi. Har kim Toshkentliklarda maqol bor bu. Bizlar deganda kirib keldi, endi 7-8 yil bo'ldi. O'zim uchun o'l yetim deydi. Har kim o'zi uchun kurashmasa, qani aytinglar, qani birov qaysi birovimiz bir 10 tiyin yordam bera olasizlar. Mana Bahadir uylanayotgan ekan, tovutdi, yaxshi molajat etsin deb qaysi birovimiz mayli bir mol yemaydi. Mol emasam, qo'yamasam, bu qo'tir ketchi, qo'tir ichki kim mendan yordam deb, yo qo'tir ichkining pulini, yo uloqning pulini, yo qo'zichoqning pulini ber. Mendan sana yordam deb shapatlab qo'lni atib tabriklayman, yaxshi kunga yashat deb bera oladi. Bera olmaysan, bo'lsa biroq olajaq bo'ladi hamma. Voy ko'zim yetadi. Shuning uchun negativ yozacaq bo'lganlar yotavringlar. Biz qo'rqmaymiz. Bizlar birinchi o'chirda Xudodan yordam so'raymiz. Shu videoni ko'p odam ko'radi deb biz YouTube'ga video olyapmiz. YouTube'ning auditoriyasi ko'p. Auditoriya ko'p bo'lgandan keyin mayli bizga
Şehirden az Karagalpakstan'dan, Xorazm'dan. Allah Taala'nın nasip etken yeri var. Mümkün yetim ne çıkıp kalışı mümkün. Mümkün tenis çıkıp kalışı mümkün. Mümkün Xitay çıkışı mümkün. Mümkün kim Rusya'dan bir amaldar Kine Sobchakka o'xshagan birov chiqib qolishi mumkin. Yoqtirib qolib. Ajab emas, bu Xudoning ishi. Shuning uchun bizlar nima deydi? Ne только Qoraqalpoq, Xorazm, O'zbekiston bo'yicha ana shu Bahodir do'stimizga bir yordam etib, shu videoda yoritib beraylik deb chiqayotganimiz. Hozir misol uchun kim qani birovga boshim og'rib turibdi, 2 tabletka olib berdik qani? Olib beraman aka. Ha, hozir pulim yo'q deydi. Ya, lekin men ishonaman, mana shu ro'za oyida, muborak ro'za oyida hamma bir-birimizga yordam bera olamiz. Bir ertang birovga sababchi. Shu ro'za oyida bir tug'ilib ketsa, Bahodir ham baxtli bo'lib ketsa, uning izicha men ham bir uylanib ketsam, o'zi tomoshabinlar Shamol opa, shuning uchun o negativ yozasizlarmi, yozmaysizlarmi, u ixtiyorlarimiz. Biz hech qanday negativdan qo'rqmaymiz. Biz xalqimizga o'zbekman deganga, o'zini bekman degan O'zbekistonning xalqina murojaat etyapmiz. Bormi O'zbekning mard odamlari? Menda mana shunday tanishim bor. Ya qo'nishimning qizi bor, ajrashgan. Bir bolasi bilan, ya ikki bolasi bilan, ya bolasi bo'lmay ajrashgani bor deb murojaat etadigan odam bormi? Ha, ular qarasa kameraga telefon nomerini ham nega qo'yib qo'yamiz, ekranga qo'yib qo'yamiz. Sen yana bir qaytarib o'tamiz. Shuning uchun 88 dan 355 35 78 nomerinden yine bana çıksanlar Telegram'dan. Bu numarın uyuyu yok, işlemeydi. Telegram var. Ama şu numaraya Telegram'dan video taşıyışlar. Ailevi şeritini gösterseler. Etkilerimiz. Bakalım dostumuzun yanında etkilerimiz, gözetlerimiz. Görünmeşleri. Gelişip geçen vakti Allah Teala baxt koyaşı mümkün. Ağzım yine Tuğrul'da yardağı yok. 47 yaşta başladı. 47 yaşta Tuğrul. Şu Moskvada bayağı da orup insult болып келмегенде той тәрейді. Durmaz mı? O Moskva'dan insult болып kaldı bu. Şöyle san aviatsiya bilen bayağı ketken samolyotda mes qamağından keyin san aviatsiya degan bilen spesialni bayağı yiberilip jetip bir tiri qalgan yigit bu. Ajab emas, ertaң al qo'lim deb bir yaxshi mo'mina, orasida, pokiza, ozoda, imonli, insofli xo'jaligim, oilam deydigan birov chiqib qolsa, Xudoga shukur. Shartta qo'limizdan kelgancha bizlar ham yordam beramiz. Misol uchun, lekin oldindan aytib qo'ying, bu kishining qalin belgidek, anavuna qo'y, anavuna apargida yardayi yo'q. Biroq lekin xo'jaligini zakonlik ishlatib o'tiribdi, yurgizib o'tiribdi. Operator qaror qildi. U Xudoga shukur xo'jaligini zakonlik bilan da yetib o'tiribdi. Gapi xo'jaligini mana pechkisi gungura pech deymiz bizlarda. O Toshkent, Samarqand, Vodiyoqarda burjuyka deydi. Mana kotyolları var misol uchun. Polni отопление ishlab turibdi. Ikkinchi etajda turadi domda. Hech qanday kamchilik yo'q. Lekin bu kishining qo'lidan kelgani ana shu. Oyog'ida nima deydi? Parazon qalin berasan, ana berasan, mana bunaqa yog'dayi kelmaydi. Lekin agar kimning qimmati bo'ladigan bo'lsa, to'y etmeden bir sponsorlar çıkıp kalışı mümkün. Ne oluyor ya? Sardar Rahim Kanadır yardım projekti getiripti o. Vakıf fondundan. Ağacındağıda bir yardım veretilen bir sponsorlar çıkıp kalsa gerek olsa toydan getiriyoruz. Kuda gelece. Toy projekti Bahadır'ın toyu deyip yazıp koyamız. Niye? Apisoneye kadar, Serlak'a kadar yazıp koyamız. Bahadır'ı üylendirip alırız. Ağacın için imkan kelgancha yordam etinglar. Mana bordinglar, пожалуйста. Jamoasini darrov topamiz. Qani Bahodir o'zing ham birov so'yla. Menda nima deyman, men shu o'zimga bir juft
havasda batırman tuz. Şu ki bazı menin ağır vaxtında şu bana bir şey açık gerek. He. Başka ne diyeyim size? Ava. Tuz konulimdagini aytadım. Ava. Konulimdagi gap şu. Endi O'zbekistonning qachondan bo'lsa da farqi yo'q-ku. Yaktılarını içine tağın şu bir taza özüne kara bir tağın. Молодец. Şunday bir cüt hava basadım zor bana değil. Молодец. Allah razı etsin. Yani bu ya bu yürümeyeceğiz. Bu kişi yürüyecek. Ayakları işliydi. Bana şu çap kolu sen çalarak buna bakadık. Operatif koçetme. Bakadık ki şu koçetti. Saçım düşüp gitti. Evet. Ya bravo. Ayakları işliydi. Polni. Ya ben Allah kutayım. Yürüdü. Kredi çıkardı. Bu proste sevgilim o kolu ağaç akılda kap koydu. Çap kol da sabah. Niye? Çap kola diyene baba. Çap kola. Ayağını başarılı. Bırak gözüm. Dım yer gitti o vaxtında 11 kilometre ayaqdagi bazarga sharta turatdan marshrutka minutdan borib qaytadi. Shifo bersin. Sharta borib qaytadi. Misol uchun xarajatga go'shtga, moyga, unga o'zine kerak xarajatini ana aylana ochadi, polniy, o'ng qo'li ishlaydi 100%. Hech qanday bir monelik narsasi yo'q. Просто bir Xudoyim bir shunday bir dard beribdi, Alloh taolo hech kimga dard bermasin. Ağır sebepli var sen ince noktalarından git. Ağzından bu kaldı. Yok ilacı yok. O Xudalık iş. Xudadan Xudadan gelince hiç kim beş kilo almıyordu. Xudadan gelince ben diyen adamın özü Xudanın bendesi ver. Ağzın çok oylanıp bir kim bir ekeler apasın ille bir yardım bulatım olsa yardım bulanda kanday. Şu tanışmış bulatım olsa yukarıda aytıp ötüp telefon numarımız. Ana şu nömürge yine ekranga da yazıp koyamız. Afişenerge de yazıp koyamız. Ya komendariga yazıp koyamız. 88'den 355 35 78 nömrüne telefon yetersen Telegram'dan men bilan bağlanırsınlar. Kan operator senin sorun olsa bu savol cevap Telefonlarınızı aytib qo'ying. Telefon numarim 99'luk ya sen şart emas. Sen şart emas. Telefonda podrobnoy gaplashadi da. Ya bana müracaat etadi. Sebebi bize bu kişinin telefonunu ben ayttirmayacakman. Prямо gaplashgan ya. Sebebi o qanday adam telefon etadi bize bilmeymiz. Ha, Luchi sizga telefon etgansiz. Bana telefon etsin, o'zining videosini, uyining ahvolini ko'p biz. Qashqadaryodan kelib turibdi, boy yerga kelin bo'lib tushadi. 2 oy yashaydi, uyini tashlab ketdilar bor. Ertuğrul Shuning uchun mana Telegramdan 88'den 355 35 78 telefon etinglar. Telegramdan videolaringizni tashlanglar. Uyingiz videoga olib boshqa etib men javob beraman. Men bilan aloqaga chiqsanglar Telegramdan men sizlarga javob beraman. O'ylanish ko'ramiz, Bahodirga mana yuborgan videomizni Bahodirga ko'rsataman. O'zingiz telefon donlaringizni yozib yuborsanglar, hozir buyoqqa kelib turib telefon etamiz. Telegram barmı, WhatsApp barmı, Premo'dan barmı telefon etamiz. Ana onlarga ayağı hal bo'laveradi. Sebebi adamning alası içinde. Ana uchun bu kishinin nomerini emas, o'zimning nomerini. Biz hech kimga birovning nomerini bermaymiz. Qanday niyatda telefon etyapti biz bilmaymiz. To'g'risi, atishim mumkin Babajonimizdan uylandim deb. Yo'q, Babajonimizdan uylanmadim. Bu bor gap narsa o. O Babajon o'zi to'g'ri aytadi. Birovga reklama etma. Ya reklama da son to'g'risida u bor narsa. Men lekin hech kimga birovning nomerini bermayman. Kelib turib men o'zim orqali mana telefon nomeringizni, telefon donlaringizni, o'zingiz haqida ma'lumotlarni menga tashlab bersanglar Telegramga. Men bu yoqqa kelib ko'rsataman. O'zing telefon nomeringizni tashlasanglar, telefon nomeringizni shu yerda Telegram, WhatsApp bor deb yozinglar обязательно. Ana qarabdan o'zim bu kishiga aytib turib, shu yerda Telegramdan, WhatsAppdan chiqishga harakat etamiz. Prямо video orqali to'g'ridan turib suhbat etib qo'yamiz. Bu bizlarga nima deydi? Aytish mumkin. Pul aldım, ana buna. Bize pul uchun yurganimiz yo'q. Xudoyim hech kim bir narsaga zarartirmagan. Lekin pul uchun tushirib o'tirganimiz yo'q bizlar. Xudoga shukur, men o'zimdan ikkinchi guruhga nogironman, lekin minnat etaman. O yukchiman men. Sement tushiraman. Kerpiç atamam, kerpiç tushiraman.
ağaç harcayman, ağaç yükleymen, ağaç düşüremen, ağaçında gruş çıkmam ben. Men YouTube'dan pul işlep oturgan yerim yok. O tuğçunlar, haraganing deydilar. Yok, biroq har kim murojaat etacak bo'lsa, marhamat. Operator suhbat avara endi.